Endi bolani mana bu tomonini qilmasalaring bo'lmaydi. Chunki bola bunday bo'lib buklanib olyapti. Buklanib olyapti. Qattiq joyga tekis yotqizib bunday qilib, bo'yniga varatnik qilib, bo'ynini mana shunday qilib, to'g'rilamasalaring buklanib olyapti shu tomonga bunday bo'lib bola. Tumban bilan tug'ildi. Krivashaya deyiladi. Mana bu qattiqlik, do'nglik, ana shu qon quyilgan go'shtga. Go'shtni o'stirmasdan ushlab qoladi mana. Qattiq bez mana. Bu narsani yaxshilab massaj, parafin, elektr lecheniya qo'yib, mana shunday massaj qilaverasiz mana. Tushundingizmi? Bo'shash kerak, bo'shash kerak. Bo'shash kerak. Elektroforezli daza bilan qilinadi. Massaj, parafin qo'yiladi yumshatib. Boshlarini mana shu tomonga iyaklarini olib kelaverish kerak bunday qilib. Mana bunday qilib mana. Tushundingizmi? O'shanda bu cho'zilaveradi. Bo'yinlariga varatnik yozib beramiz, varatnik qo'ydirasiz. Tushundingizmi? Bunday qilib bo'ynini ushlab turadigan. Shu tomonga kelmaydi, bo'yni bag'da turadi. Mana bola juda spokойный yaxshi. Voy shirin bo'lsa shunaqa. Voy shirin bo'lsa shunaqa. Mana, endi o'shani bunday qilasan mana. Bu tomonga qaratib, Ha, mana bunday boshini bir qat surasiz. Iyagini shu tomonga olib kelasiz mana. Mana boshini bunday ushlab olasizda, yoqqa olib kelasiz, iyagini o'sha kasal tomonga qilasiz. Bunday qilsangiz mana bo'yni ochilaveradi, ana shu qattiq tugun ustiga ko'rinaveradi. Bo'shaveradi. yo'q ketadi. Ha. Yo'qmasa hammasini qilamiz, uni hech problema emas. Bo'yniga varatnik issiqqina. Xo'p? Massajdan keyin yana kelaman. Обязательно. Qo'mishlarimni ishlatib turganman. Displaziya deyiladi. Mana bu tomonda bitta skladka, bu tomonda yo'q mana. Ko'rdingmi? Bu ham ne to. O'shaning uchun buni ham bunday qilib ishlatib turish kerak. Ishlatib turish kerak mana bunday qilib. Displaziya deyiladi buni. Tushundingizmi? Qo'mishlari yaxshi asimetriya skladkada endi. O'zikisi ham bo'ladimi? Ha, mana shunday. Endi bolani mana bu tomonini qilmasalaring bo'lmaydi. Chunki bola bunday bo'lib buklanib olyapti. Buklanib olyapti. Qattiq joyga tekis yotqizib bunday qilib, bo'yniga varatnik qilib, bo'ynini mana shunday qilib, to'g'rilamasalaring buklanib olyapti shu tomonga bunday bo'lib bola. Tushundingizmi? Mana bunday qilib mana. Mana shunday qilaverasiz. Bo'yinda varatnik bo'ladi. Bu tomonga egalalmaydi. Issiq olib, paxta qo'yib, issiq. Parafin qo'yib, massaj qilib, mana shu qattiq yo'qqa turish kerak. Shuni termotursin, Ha? Issiqlar deyapman. Ha, yo boshini siqiladi. Shamollamaydi.